Qani, olinglar. Bizda biron gapinglar bormi? Avval ovqatlanib olaylik. Qancha gaplari bo'lsa keyin gaplashamiz. Qani, olinglar. Olinglar. Bay. Buncha mazali, ha? Qo'li dard ko'rmasin onasi. Osh bo'lsin. Men hozir. Dada, ovqat sho'rg'u. Ha, to'g'ri. Lekin bu onangni ko'nglini buzishga arzimaydi, bolam. Ol. Ol ovqatdan. Nima bu? Shunaqa ham bemaza bo'ladimi? Bitta ovqatni ham eplab qila olmaysan. Dadasi, sovuq tushib qoldi. Bitta ikkita issiq kiyim olsam degandim. Shunga ozgina pul berib tursangiz. Pensiyamni ishlatib qo'yuvdim-da. Biroz kutib tura olasanmi? Voy, qo'yavering. Hozir borni bir amallab turaman. Keyin bir gap bo'lar. Rahmat. Ne o'tiribsan? Kech qolamiz. Men bormayman. Nimaga? Aytgan ko'ylagimni olib bermadingiz. Eski tuskada bormayman-ku. Baraka topkur, ozgina sabr qilib tur. Hozir pulim yo'q. Sabrim tugadi. O'zi qachondir pulingiz bo'lganmi? Dada, oyi, turmush davomida ikkingizdan qaysi biringiz ko'proq xato qilgansizlar? Albatta men. Yo, yolg'on gapirma. Men ko'proq xato qilganman. Voy, bu nima deganingiz? Nega yolg'on gapiraman? Qancha o'ylamay aytgan gapim bor. Qancha injiqliklarimni ko'targansiz-ku. Qancha seni urintirganim bor. Qancha nohaq ayblaganlarim bor. Voy, qo'ysangizchi. Ajrim haqida ayta olmadim. To'g'ri qildingiz. O'zi senga anavi ko'ylakni olib beraman deb turgan. Oila muqaddas qo'rg'on. Uni asrash har birimizning burchimizdir.